Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Men Chamazor mahallasi profilaktika inspektori Metakop Shodlik Ismoilovich bo'laman. Sizlarga murojaat qilishimdan maqsad hozirgi kunda ko'p uchrayotgan turli abonentlardan uyali aloqa operatoriman deb o'zini tanishtirib, sizdan sim kartangizni kuyib qolishini, tez muddatini uzaytirilmasa bloklanib qolishini aytib, sizni sim kartangizdagi kodni, shaxsiy ma'lumotingizni so'rab turibdilar. Ularni aldovini o'chib shu ma'lumotlarni beradigan bo'lsangizlar, ular shu ma'lumotlardan foydalanib sizlarni katta miqdorda zarar ko'rishingizni maqsad qilgan g'arazli niyatdagi firibgar shaxslar ularga hech qachon ular so'ragan ma'lumotlarni bermanglar. Hamda sim karta o'zlaringizni telefonlaringizda foydalanib keltirgan Telegram, Instagram, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda kelgan fayllarni, yoshligingizdagi rasmlar va boshqa so'zlarni yozib kelgan fayllarni hech qachon ochmanglar. Ular firibgarlarni sizlarni tuzog'iga ildirish yo'lidagi qilgan harakatlari. Shu bo'yicha murojaat qilib turibman. Hushyor, ogoh bo'linglar hamda qo'ni qo'shnilar yaqinlarni shu to'g'rida ogohlantirib qo'yishlarini so'rab qolaman. Rahmat.